Bu bilan sening nima ishing bor? Hammasi shalkash og'a. Ishning yechimini topish uchun shu odam kerak. Bolalar, buni olib kiring ichkariga. Bu qizni taniysanmi? Meni qo'yib yubor. Bu yoqqa qara, bu yoqqa. Esladingmi bu qizni? U aktrisami? Aqlingni yedingmi? O'g'ing kimlar bilan gaplashganda? Gapir. Tanimayman dedim-ku. Gapir dedim, gapir. 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 Bo'ldi, Eshref. Baribir foydasi yo'q. Eshref og'angizni ustidagini olinglar. Eshref, Kabzimalni inisi Arifni tutibdi. Nima? Tezroq harakat qilishimiz kerak. Arif gapirmasligi uchun. Alloh jazosini bersin. 2 kishi top. Tushundim hozir. Shu yetmagandi endi. Chiqdim. Nima qilding o'zi? Videolarni o'chirib tashladingmi? Ha, o'chirdim. O'chirdim-u, lekin bu ish shu bilan tugamaydi, Qadir. Nima demoqchisan? Onamni bilasan-ku. Bu ishni osonlikcha qo'ymaydi. Yana yangi videolar ham tarqalibdi. To'g'ridan-to'g'ri prokurorga borgan. Nima deyapsan o'zi? Mendan shubhalanyaptimi? Kecha haqida nimadir so'radimi? Yo'q, shubhalanmayapti. Hammasini hal qildim, lekin baribir ehtiyot bo'lishing kerak. Senga bir narsa demoqchiman, Qadir. Bu sheriging faqat senga o'yin o'ynamayapti, Qadir. Hammamiz bilan o'yin qilyapti. Sen bu odamni taniysan. Uni ismini ayt menga. Hech kim men bilan o'yin qila olmaydi. Men o'z ishimni qilaman. Sheriklik ham maxfiy. Mayli. Baribir unga ko'p ishonma. Agar prokurordagi yangi videolarda u haqida nimadir chiqsa, seni sotib, o'zi qutulib ketadi. Ogohlantirib qo'ydim. Ish qilib yana tuzoqqa tushmaylikda. Nima istaysan, Qadir? Ishlar chigallashdi, ko'rishimiz kerak. Vaqtim yo'q. Menga vaqt ajrat, aks holda o'zingga vaqt qolmaydi. Chiqdim qo'ng'iroq qildi, tentaklarcha gapirdi, asabimni buzdi. Nima? Chiqdiyimni nima aloqasi bor? Bo'ldi, telefonda gaplashmaylik, yuzma-yuz gaplashamiz. Bo'ldi, manzilni tashlayman. Eshref ham, Chiqdim ham tinch turmayapti. 2 kishini topdingmi? Ha, topdim. Qara, Denshar, bu ish bizni oyog'imizdan chalyapti. Bu yog'ini so'raydigan bo'lsa. Seda sendan fikringni so'ramadim. Asimedia.net eng so'nggi tarjima filmlar makoni. Eshak ham boshi bilan o'ylaydigan vaqt kelibdi. Modomiki sherigining ismini aytmas ekan, meni o'sha odamni oldiga o'zi olib boradi. Bo'ldi, birodar, siz ishingizni qilinglar. Biz bu tomonni eplaymiz. Omon bo'linglar. Nima bo'ldi? Eshrefning ishi cho'zilibdi.
Tushunmayapman. Eshrefga og'amdan ham muhim ish nima bo'lishi mumkin? Demak, nimadir bo'lgan. Irmak, qo'ling yomon ko'rinyapti. Malham surish kerak. Og'riyaptimi? Keragi yo'q. Yo'lda bir dorixona ko'rgandim. Hozir borib olib kelaman. Borsam bo'ladimi? Iltimos, Irmak, ehtiyot bo'l. Hech narsa qilma, iltimos. O'sha telbaning gapiga ishonma. Kadir-ey, Kadir. Meni shular qo'liga tashlab ketding-a. Og'zingni yop. Shikoyatni bas qil, bu yo'lni o'zing tanlading. To'g'ri. Ha, to'g'ri gapirding. Nega haligacha u uchun yonyapman, hayronman. Ikkala tomoni ham iflos. Baribir qutulish yo'q. Men Gurdal uchun o'lmayman. Nima demoqchisan? Ya'ni demoqchimanki, aslida biz kelishishimiz mumkin. Agar og'ayni ozod qilsam, meni qo'yib yuborasanmi? Axir seni bulgul Kenon deyishmasmidi? Birodarimni sotmayman, uni bir bilgani bordir demaganmiding? Ha, jon shirinda. Ko'rinishidan Kadir ham meni e'tibordan chetda qoldirdi, yaramas. Og'amni qayerda ekanini bilasanmi? Telefon bersang bilib olardim. Joyini almashtirgan bo'lishi mumkin. Sen raqamni ayt, men teraman. Raqamni ayt. Allo. Ha, og'a. Men ularni qo'lidan qutuldim. Barakalla, arslonim. Lekin Gurdalning izidan yurishyapti. Haliyam choplikda ushlab turibsizlarmi? Cho'plik? Ha, o'sha pastdagi joyni aytyapman. Cho'plik dedim-ku. Ha, to'g'ri. Ha, o'sha joyda saqlayapmiz. Yaxshi bo'ldi. Qayerdasan o'zi? Boraman. Yo'q, kerak emas. O'zim hal qilaman. Siz aralashmang. Xo'p, mayli. Kenanimga qara-ya, hammasini tupikka olib boryapti. Bolalarni ogohlantiring. Kenan og'angizni kutib olishsin. Cho'plikka boringlar. Xo'p, ota. Bu choplik qayerda o'zi? O'sha yerga olib boraman. Agar meni qo'yib yubormasang, baribir senikilar meni o'ldiradi. Gurdal ham, men ham o'laman. Hiyla qilmoqchi bo'lsang-chi? Boshimdan otasan. Xuddi shunday. Kadir meni sotdi. Men ham uni sotaman. Ha, aytgancha. Kadir og'ayni o'ldiradi. Hatto molni olib kelsa ham o'ldiradi. Ha, Kadir Gurdalni tirik qoldirarmidi? Bir o'ylab ko'r, iltimos. Muslimni kutaman. Kutmaganimiz yaxshi. Agar Muslimni kutadigan bo'lsak, u senga yo'l bermaydi. Bu ishda yagona yo'l men bilan. Ha? Aytganimdek, agar biror hiyla qilsang, miyangni qatig'ini chiqaraman. Aytyapman-ku, bu yagona imkoniyat. Yur, kalitni ol.
Nima bo'lyapti bu yerda? To'xta! Tinchlaning amirim. Xavfli joydasan. Seni bizga kuching yetmaydi. Qurolni tashla. 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 Mana tashlayapman. Yaxshi. Voy. Tinchlan. Bu yerdan ket. Yana shunaqa ishlarga aralashsang, oxiri yomon tugaydi. Kim sizlar o'zi? A? Alo. Harakat qilishi mumkin. Agar ehtiyotsizlik qilsang, prokuror onang qizini noma'lum o'lim ishi bilan butun umr shug'ullanishiga to'g'ri keladi. Tushundingmi? Tushundim. Kimlarni shayton sizlar o'zi? Kostyumingiz tayyor, og'a. Katta rahmat. Bu yigitni og'asi kadrni orqasidagi odam bilan ishlardi. Men u ablahni o'ldirgach, o'rniga kadrni qo'yishdi. Xo'sh, bizga kerakli hamma narsani shu odamdan bilib olamiz. Lekin seni o'ylantirgan boshqa bir narsa bor, o'g'lim. Birovni sanga Eshrefdan o'ch olish uchun Afrini o'ldirishgan deb aytibdi. Demak, ishonch hosil qilish uchun bu odamni olib kelibsan-da? Men bilan o'yin o'ynashyapti. Yechimini topaman. Chiqdim, hozir hech ham vaqt emas. Kelib meni olib ketishing kerak. Menga hujum qilishdi. Menga nima? Bu senga tegishli. Gaplashib olishimiz kerak. Kelasanmi? Seni qamoqdan chiqargan odam endi menga yopishyapti. O'zini odamlarni yuboribdi. Yuzini ko'rdingmi? Yo'q, ko'rmadim. Lekin qo'lini ko'rdim. Qo'lida go'yo ekzema kabi toshmalar bor edi. Psoriaz bo'lishi mumkin. Bilmayman, bo'lishi mumkin. Yaxshi, joyini tashla, hozir boraman. Men ketishim kerak, og'a. Hidrota, bu odamni telefoni tinmay jiringlayapti. Xotini qayta-qayta qo'ng'iroq qilyapti. Nima qilaylik? Qo'ying, gaplashsin, lekin yonidan ketmanglar. Xo'p. Bu odam shu yerda qolsin, og'a. Siz ham bosim o'tkazib ko'ring, balki biror gap chiqib qolar. Nima desang shu. Men bolalarni yoniga omborga bora qolay. Mendan xavotir olma. Yaxshi, bir mashina tayyorlaymiz birodaringga. Xudoga topshirdim, o'g'lim. Katta rahmat, og'a, sizni ham. Nima qilishni bilmayapman. Buni senga kim qilganini bilmayman, Afra. Tushlarimda menga orqa o'girib ketyapsan. Menga yuzingni o'girding, singlim. Mostbet orqali pullaringizni ishonchli ko'paytiring. Hoziroq ro'yxatdan o'ting va 3 million so'm bonusga ega bo'ling. Dinchar bey nima dedi? Afrani qanday o'ldirishganini bilasanmi? Qanday? Eshref qamoqda Kabzimalni odamni o'ldirgandek, xuddi o'sha usulda. Bu gapni ham Dinchar bey aytdimi? Ha. Men bir odamni sevdim.
Falokatim bo'ldi. Ba'zan yuragimni sug'urib tashlamoqchidek bo'laman. Bir odam adashib sevarkan, lekin bu qadar yanglish odamni sevmasligi kerak ekan. Bu odam o'lim farishtasiga o'xshaydi. Hamma bola o'shanga borib taqaladi. Lekin men chekinmayman. Nima bo'lishidan qat'iy nazar bu ishni oxiriga yetaman. Singlimni o'ldirgan qotilni albatta topaman. Narxi qanday bo'lsa ham, Afraga so'z berganman. O'zimga ham. Nima bu shoshilish, birodar? Siz meni yo'qotmoqchimisiz? Prokuror xonim Afrani ishiga yopishib olgan. Ishini yanada chuqurroq kavlayapti. Bu arzimas ishlar. Qaysi joyi arzimas? Bu ishga boshimizni tikkanmiz. Faqat meniki emas, eslatib qo'yaman. Seniki ham bor. Meni ko'zimda qo'rquvni ko'ryapsanmi? Ha? Yaxshilab qara. Men bu yo'lga kirarkanman. O'limimni tan olib bo'lganman, Kadir. O'zingni katta ko'rsatasan, hammani boshqaraman deysan, lekin bir prokurordan qo'rqasizlar. Prokuror ishini menga qo'y. Eshrefdan molni oldingmi? Yo'q hali. Lekin olib keladi. Qo'lida menga qarshi hech narsa qolmadi. Eshitdim, mollar sababli rus karteli Istanbulga kelibdi. Agar bu ish menga yetib kelsa, rahim qilmayman, hammangni yo'q qilaman. Bo'ldi, asabiylashmaylik. Hammasini yo'liga tushiraman. Birgalikda Eshrefni yo'q qilamiz. Bu yerda nima bo'ldi? Mashinamni shinalarini teshishdi. Shu paytda. Qanday paytda? Aynan Kadirning sherigi kimligini bilmoqchi bo'lganimda. Qo'lida egzema bor degan odaming ham unga ishlaydimi? Ehtimol meni to'xtatmoqchi bo'lganiga qaraganda, Kadir ham shu ishning ichida. Seningcha Afrani o'limida Kadirning qo'li bormi? Meni bilishimcha yo'q. Lekin sherigining bunga aloqasi bo'lishi mumkin yoki u bilan bog'liq kimningdir. Kadirni sherigini topmaguncha bu gaplarning hammasi taxmin. Lekin bir ehtimol bor. Xohlasang, men uni senga topib beraman. Shunaqami? Nimani evaziga? Nima bera olasan? Ko'ngil ranjishini. Yo'q, kerak emas. Menda undan bir dunyo bor. Agar noto'g'ri odamni sevmaganingda edi chiqdim. To'g'ri odamlar juda zerikarli bo'ladi-da. Bo'pti, bu gaplarni qo'y. Ko'rinib turibdi, iping ularning qo'lida. Senga esa men kerakman. Endi aytganlaringni o'ylab ko'raman. Ehtimol muhimdir. Qayerga ketyapsan endi? Shunday chiroyli ayolni shu ahvolda tashlab ketmoqchimisan deyman-a? Aqlli ayolsan, biror chorasini toparsan. Mayli, ket. Kela qol, kel. Agar sizga serialimiz yoqqan bo'lsa, uni davomini Yangi TV ilovasida tomosha qiling. Faruk, nima gap? Eshref qayerda? Eshref bir joyga kirib chiqaman dedi, hozir keladi. Nima bo'ldi? Sen qayerdan kelyapsan? Irmak tinch turmadi, qo'li shilinib ketdi. Shuning uchun dorixonaga kirib malham oldim.
Bu oilani kasali genetika sabablidir. O'zim ham tushunmayapman. Kenan qayerda? Irmak ham yo'q-ku. Mashinasi ham tashqarida yo'q edi. Jin ursin, nima bo'lyapti o'zi? Bu qiz yana nimagadir aralashgan. Yo xudoyim. Bu meni aybim. Ularni yolg'iz qoldirmasligim kerak edi. Bo'ldi, tinchlan, qo'ng'iroq qilaman, bir soniya. Ko'tar. Eng so'nggi tarjima filmlar. Senga qo'ng'iroq qilishyapti shekilli. Bu seni qiziqtirmasin. Yo'lingga qara. Biror xato qilsang o'ylamasdan otaman. Bo'ldi, xavotir olma, manzilga ham keldik. Mana burilyapman. Telefonni olmayapti. Shu joymi? Qani qayerda? Mana o'sha yer. Telefonni ko'tar, xavotir olma. Eshitaman. Qayerdasan o'zi? Og'amni olgani kelyapman. Nima deding? Qayerdan olib kelasan? Nega bizga aytmasdan ish qilyapsan, Irmak? Avval ishonch hosil qilmoqchi edim. Voy, Irmak. Biz senga nima degandik? Sen nima qilyapsan? Xudo haqqi, qayerda bo'lsang ham ayt. Borib olib kelamiz. Hech narsa qilma, tushundingmi? Hozir manzilni yuboraman. Yaxshi, kutyapmiz. Xo'sh. Safarimiz shu yerda tugaydi. Irmak xonim. Irmak nima bo'lyapti? Irmak nima bo'lyapti? Irmak javob ber, Irmak. Telefonni olay. Ha. Irmak endi biz bilan xuddi og'asi kabi. Hech xavotir olmanglar. Unga ko'z qorachig'imizdek qaraymiz. Nima bo'ldi? Voy, quloqing bilan meni yaxshilab eshit. Irmakning bir tola sochiga zarar yetsa, seni ham, sulolangni ham, 7 avlodingni ham yer bilan yakson qilaman. Senlarni ko'maman. Shunaqa inam. Jin ursin. Men bergan so'zimda turaman. Go'zal ko'zli qiz. Buni ham og'asini yoniga olib boringlar. Uni juda sog'inibdi. Ko'rasan hali. Qo'yib yubor. Endi bizda ikkita qush bor, Kadirim. Ozodlikdek narsa yo'qda. Mostbet bilan g'alaba qozoning. Qanday hujum? Bu fantastika! Bu g'alaba! Gol! Ajoyib gol! Aql bovar qilmas ehtiroslar, aql bovar qilmas xursandchilik. Mostbet har qanday yutuqni to'laydi. Baribir yetib keldik. Hech kim ko'rmasin endi. Shundoq ham boshimizda yetarlicha muammo bor. Bilasanmi? Shunday og'ir paytlaringda yoningda bir super qahramon bo'lishi bu zo'r tuyg'u ekan. Endi men Nisanga ham hasad qilyapman shekilli. Chig'ding borgan sari ruhiy kasalga aylanib boryapsan. Xabaring bormi shundan? Ha, bilaman. Kasalman. Dardimga davo esa sensan. Kasal ekanligingni bilaman. Biror narsa bilsang qo'ng'iroq qil. Yoki qilma. Xabar yoz. Hozir senga toqatim yo'q. Qo'pol bo'lishing shart emas. Sekinroq. Eng so'nggi tarjima filmlar faqatgina aslmedia.net saytida. Eshref. Yomon ish bo'ldi. Nima bo'ldi? Irmak. Kenan hiyla ishlatibdi. Ularni qo'liga tushibdi. Nima? Hoy, qanday bo'ladi bu? Axir Muslimni yoniga qo'yib ketgandik-ku. Farruq meni aqldan ozdirmoqchimisizlar? Eshref bo'ldi. Muslimni ham ahvoli yaxshi emas. Irmak qo'lidan jarohat olgan ekan. Muslim dorixonaga chiqibdi. Omborga olishga borganida ular yo'q edi. Endi nima qilamiz? Bilmayman, Farruq. Ishon, endi men ham hech narsa bilmayman. Mendan xabarsiz hech narsa qilmanglar.
Bu meni aybim. Ularni yolg'iz qoldirmasligim kerak edi. Hammasi meni aybim. Hammasi meni aybim. Meni aybim. Meniki. Bo'ldi, tinchlan, bo'ldi. Jim, menga qara. Bu yoqqa kel. Bu yoqqa. Bu tomonga kel. Nega hammasi senga bog'liq bo'lish kerak? Bularni bilasan-ku. Irmak shoshqaloqlik qilibdi. Endi nima qilamiz? Yana yo'lini topamiz. So'z beraman, menga qara. Hammasi joyiga tushadi. Hech narsa bo'lmaydi. Farruh. Unga bir narsa bo'lmasin, iltimos, inam. Agar shunday bo'lsa, men chiday olmayman, Farruh. Hech narsa bo'lmaydi, og'a. So'z beraman. Menga qara. So'z beraman. Hech narsa bo'lmaydi. Bo'ldi. Kadir, Yomon xabarlar birin-ketin kelyaptimi, Shrefim? Xudo sabr bersin. qizni qo'yvor, biroz odamdek bo'l. Hech bo'lmasa or-nomusing bo'lsin, it. Biz farqlamaymiz. Kerak bo'lsa, ikkitasini ham o'ldiramiz. Kadir, seni muammoing men bilan, ular bilan emas. Shunday, muammoyim har doim sen bilan bo'lgan. Ular shunchaki ziravor. Mollarimni olib kel, odamingni ol. Endi cho'zishni foydasi yo'q. Qara, kechqurun senga atab yig'ilish o'tkazamiz. Og'alar ham keladi. Kimsan, Eshref, tek shaxsan o'zi. Ularning oldida meni mollarimni topshiradi. Quloq sol, Kadir. Endi chegaradan chiqyapsan. Endi chiziq degan narsa qolmadi. Bir paytlar bir gap aytganding, eslaysanmi? Agar dunyo shu bo'lsa, qoida bitta deganding. Endi hamma biladi, qoida bitta ekanini. Chunki Kadir ota ham bu dunyoning yagona otasi. Qayerda bo'lar ekan bu yig'ilish? O'zingni begona his qilmaydigan bir joyda, eski uyingda, yo'lni bilasan. Kech qolma. Aka! Irmak, hay singlimni qo'yvor. Qo'yvor dedim. Qo'yvor. Aka, Sizlar yaxshimisiz? erkakmisizlar o'zi? Erkakmisizlar, yaramaslar. Erkak bo'lsang qiz o'g'irlaysanmi? Uyat emasmi bu? Qo'yvor dedim. Singlimni qo'yvor. Qasam ichaman sizlarga. Sizlarga so'z beraman, beylar. Eshitinglar, orqangizdan issiq suv qo'yib, og'zingizdan choy qilib ichiraman bilib qo'yinglar. La'nati pastkashlar, sizlarni o'ldiraman. Voy, tegmanglar singlimga. Bo'ldi, qurolingni ol undan. Tinch tur. Bo'ldi, tinch turaman. Qurolingni ol. Yuzimdan qurolingni ol. Bo'ldi. Qurolingni ol undan. Ol. Aka, yaxshimisiz? Yaxshiman. Senga biror narsa qilishdimi? Yo'q, hech narsa qilishmadi. Irmak, senga nimadir qilishdimi? Ishoning, hech narsa qilishmadi. Unda nega o'zingni o'limga tashlading? Nega o'zingni xavfga solding? Sen aybing bilan. Men aybim bilanmi? Men nima qildim? Axir men shu yerdaman-ku. Agar vaqtida Gonja bilan odamdek gaplashganingda bularni hech biri bo'lmasdi. La ilaha illalloh. Endi jinniga aylanishim aniq. Bu nima degani o'zi, ha? Gonja bilan nima aloqasi bor bularni? Gapini qara. O'zingni ahmoqliging sabab shu joyga tushib qolding. Endi men aybdor bo'ldim, ha? Ha, aynan sen aybdorsan. Nima qilgan bo'lsam seni qutqarish uchun qildim. Boshimizga nima kelsa hammasiga sen sababchisan. Hay, uni menga yaqinlashtir. Shuni menga yaqinlashtir biroz. Bayonnomani imzolatinglar. Keyin esa mashinani orqaga olib o'tinglar, xo'pmi? Xo'p. Nima bo'ldi? Mashinani noto'g'ri joyga qo'yibsan. Sud binosi shu yoqqa ko'chdimi, prokurorim? Har kuni shu yerdasiz. Ishlarim bor. Senga hisob berishim shartmi? Mashinangga nima bo'ldi? Nega ustaxonaga olib bormading? Menga tahdid qilishyapti. Shinalarimni teshib ketishgan. Nimalar deyapsan? Buni kim qildi? Bilmayman. Dushmanlarim bor shekilli. Bu ishni olgandan beri kimdir meni kuzatib yuribdi-da. Nega prokurorga bormading? Nega menga aytmading? Axir butun boshli bir davlatning prokurorini bunday arzimas narsalar bilan band qilmay dedim. Men ichki ishlar boshlig'i bilan gaplashaman. Kerak bo'lsa senga qarab turaman. Tinchlanib olaylik. Bo'rtirishni hojati yo'q. Birinchi marta tahdidga uchramayapman. Kichkina yosh bola emasman. Ha, aytgancha. Mehmonxonani boshqa yozuvlari nima bo'ldi? Ehtimol ertaga chiqsa kerak. Aniq tekshirish uchun Anqaraga boraman. Demak, hammasi ertaga ayon bo'ladi. Xayrli bo'lsin. Ko'rishamiz. Mostbet O'zbekistonning eng ishonchli bukmeykerlik kompaniyasi. Hoziroq ro'yxatdan o'tib, 3 million so'mga ega bo'ling.
Hoy, seni bu do'stlarim ko'p urushgan bo'lishi mumkin albatta. Men ularni doim ogohlantiraman, lekin qo'llarini o'lchovi yo'q uka. Baribir foydasi bo'lmayapti. O'zingni qiynama, senga aytsam. Men senga savol beraman, sen boshingni qimirlatib javob berasan. Tushundingmi? Ha. Endi sen bu haligi Afra, Nisan deganlarni, ularni taniysanmi? Balki Eshrefdan qassos olishga uringandirsan, a? Xidir og'a. Allo, Eshref. Yangilik bor. Men borku, o'sha Kabzimalni ukasi bilan gaplashdim. Menimcha, bu odamni sen aytgan ishlar bilan hech qanday aloqasi yo'q. Ya'ni sen aytgandek bu ishga aralashmagan bu odam. Hech qanday aloqasi yo'q meni fikrimcha. Bu ishda boshqa narsa bor. Tushundingmi meni? Tushundim og'a, tushundim. Lekin hozir bundan ham muhim ishlarim bor. Akam va singlim menga muhtoj. Hozir o'zimni o'ylay olmayman. Yordam kerakmi senga? Kechqurun Kadir bilan uchrashaman. Men ham boraman. Rad etish yo'q. Katta rahmat og'a. Yigitlar, bu Eshrefni har qadamini kuzatinglar va menga darhol xabar beringlar. Hammasini. Tushundilaringmi? Xo'p, bo'ladi ota. Bu odamni ham yuzini biroz tuzatib qo'yinglar. Maylimi? Xo'p ota. Yaxshi boringlar. Eshitinglar yigitlar, yuringlar. Allo, Nisan. Nima bo'ldi, Eshref? Yana nima bo'ldi? Kabzimal hodisasi Afraga bog'liq emas ekan. Shundaymi? Qayerdan bilding? Aniqladim, Nisan, bilib oldim. Senga ham aytaman, lekin hozir bir muhim ishni hal qilishim kerak. Faqat biroz kutish kerak, xo'pmi? Xo'p. Kutamiz, Eshref bey, kutamiz. Siz ishlang, muhimroq ishlaringizni hal qiling. Ko'rishamiz. Xush kelibsiz, Xidir og'a. Xush ko'rdik, Arslonim, xush ko'rdik. Qurolsiz. Kadir otaning buyrug'i shunaqa. Shundoq ham qurolim yo'q. Bu dunyoda hech kim Kadir Yanikka bas kela olmasligini endi o'z ko'zingiz bilan ko'rasizlar, beylar. Na Eshref, na unisi, na boshqasi. Odamlarni shunday ko'ray qilishadi-da. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Marhamat, o'tiring. Asilmedia.net taqdim etadi. Nima desam ekan, Eshrefim? Nima ichasan? Qoningni. Eshref hazilkash odam, har doimgidek. Kadir bey, masalaga o'taylik. Masala aniq amaki. Menda bir jo'natma bor.
Lekin u menga yetib kelmayapti. Qoidalaringda ayol o'g'irlash bormi, ha? Qachon bunchalik or-nomussiz bo'lib qolding? Yo'q, aslo. Ayolni men o'g'irlamadim, Ermakni aytyapsanmi? O'zi keldi-ku. Ha, Gurdalchi. Ha. Unga kichik bir daxlimiz bo'ldi. Ammo sen ham borib bizning odamimizni o'ldirding. Shukr qil, Gurdal hali tirik. Nohaqmanmi, beylar? To'g'ri aytyapsan, Kadir. Ammo hattoki kam ham bo'ldi. Endi Eshref, aytchi. Mollarim qayerda? Pulini ham bermagan molingni aytyapsanmi, Kadir? Senga kichik bir jazo berdim. Nima bo'pti? Kim bo'libsan menga jazo beradigan? Tinchlaninglar. Bu yerga gaplashgani keldik. Hamma tinchlanib borsin. Eshref, sen ham tinchlanib bo'l, o'g'lim. O'tiringlar. Serial davomini hoziroq Yangi TV ilovasida tomosha qiling. Bu shu yerdami? Och. Voy, bu yerda nima bo'ldi? Senga nima bo'ldi, ha? Nima bo'ldi? Kimlardir kelishdi. Ruslar, bu mollar bizniki deb hammasini olib ketishdi. Hech narsa qila olmadik, og'a. Bu mollar Eshrefniki edi. Molni senga bitta shart bilan beraman. Nima shart ekan? Meni hududimda sotmaysan. So'z ber, molingni olib kelaman. Sen men bilan savdolashadigan ahvolda emassan, Eshref. Unda mol yo'q, Kadir. Unda Gurdal birodaringga og'ir bo'ladi. Irmak xonimga ham. Quloq sol, men bilan yo'lga chiqqan har kim o'limga tayyor bo'lganlardir. Men bu molni bu yerda sottirmayman. Ko'chalarga tushgan narkotikni Eshref tek keltirgan deb ayttirmayman. Men aytadiganimni aytdim. To'g'ri, Eshref. Bu safar seni ko'nglingga qarayman. Hammangizni oldingizda so'z beraman. Molni bu yerda sotmayman. Do'st ham, dushman ham guvoh bo'lsin. Seni ipingga ishonib bo'lmaydi, Kadir. Hammani oldidamiz. Kadir otani so'ziga ishonmaysanmi? Qanaqa ota la'nati? Sen nima, sani otalik qilish nima? Jim. Eshref, bu meni uyim, to'g'ri gapir. Bu yerda mehmonsan. Janjal chiqishini istamayman. Bo'ldi. Kelishuvdir. Eshref molingni olib keladi. Sen esa bu joylarda sotmaysan. Eshrefni do'stlarini ham qo'yib yuborasan. Hamma guvohmi? Gap aytildi, qoida qo'yildi. Bundan keyin kimki bu tartibga bo'ysunmasa, jazoni bu dunyoning o'zi beradi. Alo. Eshref, yomon xabarim bor. Bo'lmasa hayron bo'lardim. Ruslar
Mollarning hammasini olib ketishdi. Qanaqasiga? Omborni bosishgan. Ba'zi odamlarni o'ldirishgan ham. Seni mollaringni ham olib ketishgan. Nima bo'pti? Mollar endi bizda emas. Demak, Kadir shuning uchun biz bilan kelishuv qilibdi-da. Kadirning dardi mol emas. U meni ruslarga yem qilmoqchi. Voy, voy, voy. Eshref o'sha odamlarni topib so'rabdi. Bizni aloqamiz yo'q debdi. Nisan. Eshref senga nima desin? Kechir meni, Afra men sababli o'ldirildi, uzr so'rayman demasa kerak. Nima qilay, Jiren kimga ishonay? Shunday dedi axir. Bor, o'zing gaplash u bilan, ko'rish yuzma-yuz. Eshrefga qanday ishonasan? Chunki ishonmoqchiman. Bilaman, hayotim, lekin nima qilyapsan endi? Eshrefga telefon qilaman. U meni o'sha odam bilan tanishtirsin. Axir u senga kut demaganmidi? Men yetarlicha kutdim, Jiren. Nisan, Eshref, gapir. meni o'sha odam bilan ko'rshtirasanmi? Qaysi odam bilan? Kabzimalni odami bilan, o'sha odam bilan gaplashishim kerak. Nisan, biroz kut, hammasini aytaman dedim-ku, menga ishonmaysanmi? Men yetarlicha kutdim, Eshref. Endi eshitmoqchiman. Quloq sol, boshimda mingta ish bor. Gurdal ularning qo'lida, ruslar ortimda. Bu ham men uchun muhim. Sen nega istamayapsan o'zi? Bo'pti, Nisan. Bo'pti, o'sha odamni seni oldingga olib boraman, o'z quloqing bilan eshitasan. Lekin meni ham bir shartim bor. Nima ekan u? Bu hikoyani senga kim aytdi bilishni istayman. Bo'pti. Bo'pti. Muslim, sendan bitta iltimosim bor. Kim aytdi? U odamni chaqirdingmi? Kelyapti yo'lda. Bo'ldi, kelsin, aytaman. Nisan, men bilan o'yin o'ynama. Gapir. Jiren, biroz yolg'iz qoldira olasanmi? Mayli, havo almashtirib kelaman. Gapir. Kim aytdi senga bu Kabzimal hikoyasini? Aytaman, lekin hech narsa qilmaysan. Kimligiga qarab fikrim o'zgarishi mumkin. Aslida taxminim bor. Kim? Ancha paytdan beri atrofingda aylanayotgan o'sha maymun bor-ku. Prodyusermidi nima edi? U odam menga hech ham yoqmaydi. U meni orzularimni amalga oshirish uchun qo'ldan kelganini qildi. Quloq sol, darrov himoyasiga o'tding. Bitta qo'shiq qilib berdi deb qahramoning bo'ldimi? Shundoq ham binolarga suratlaringni osgan, hamma joyda rasmlaring bor. Harakat qilyapman, axir yana nima qilishim kerak? U odamdan yiroq yur. Nega? U odamning niyati yaxshi emas. Endi niyat o'qiyapsanmi? Nisan, u odam ishonchli emas. Alloh. U xushmuomala, muloyim, hech bo'lmaganda odam o'ldirmaydi. Unday demoqchimasdim. U aytdi. Demak, u aytdi. Ha, u aytgan, seni o'rganib chiqibdi. Yaxshi. Bu ma'lumotlarni qayerdan olganini so'rash xayolingga kelmadimi? Yo'q, kelmadi. Nima qizig'i bor? Menga ishonmaysan, unga ishonasan. Men u odamni ko'rganman. Birinchi kundan beri yoqtirmaganman. Seni menga qarshi qo'yyapti. Nima deyapsan o'zi? U nima eshitgan bo'lsa shuni aytdi. Yolg'on, hammasi yolg'on, bo'xton. O'sha odamni o'ldirganingni o'zing tan olmadingmi? Quloq sol, u gaplar to'g'ri. Lekin Afraga aloqador qismi hammasi yolg'on. Nega menga ishonmaysan, Nisan? Men senga ishonmoqchiman, Eshref. Menga ishonmoqchisan, lekin ishonmaysan. Senga ishonish qanchalik og'irligini o'ylab ko'rganmisan o'zi? Atrofing dushmanlarga to'la. Tun kecha hujumga uchrading, esingdami? Senga ishonish, senga tayanish uchun ichimda qanday kurashayotganimni bilasanmi o'zi? Nisan, men nima desam to'g'risini aytaman. Bugungacha qachon yolg'on gapirdim? Nima dedim senga? Qachon seni aldaganman? Qani gapir. Hech qachon. Xo'sh. Nega meni tushunmaysan, Eshref? Nima? Axir meni singlimni o'ldirishgan. Ozgina hamdard bo'la olmaysanmi? Quloq sol. U menga ham singil edi. Sen tushunmayotgan narsa ham shu. Men seni haq bo'lishingni juda istayman. Men haq edim.
Birozdan keyin ko'rasan. Mostbet O'zbekistondagi eng ishonchli bukmeykerlik kompaniyasi. Yuqori koeffitsiyentlar, ishonchli pul yechish va tezkor ilova. Hoziroq ro'yxatdan o'ting va 3 million so'mga ega bo'ling. Kel, ichkariga kir. Kir. Kel, shu yerga o'tir. Film asilmedia.net saytidan yuklab oling. You're too